Yuanshu bilan Lüboningki qudilishi. Yaxshi misol do'stlar, unda qo'z biz uch podshohlik yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Lüboningki qichib ketganligi, yani Saosawga bayat qilganligi to'g'riliq so'zlagan. Endi bu Liu qichib ketgandan keyin Liu Xiaopei bilan Shuzhoni o'zining qilib bu yerda bahramon yashaydi. Ammo shu vaqtda Yuanshuninki kallasiga bir ish kelib qoldi. Asli Liu Bei'ni o'ldirishni maqsad qilgan odam Yuanshu. Endi bu Liu Bei qichib ketdi. Saosaw qo'shilib oldi. Qo'shilib olgandan keyin endi bu Liu Bei'ninki hayot turishi demak o'ziga bir xavf bo'ladi. Saosawning yana ketgandan keyin bu hamon bir kuni Yuanshudan yani o'ch oladi. Endi bu Yuanshuninki mo o'zining kuchini zo'raytib, cho'ng-cho'ng ishlarni qilsa. Eng muhimi Yuanshuninki podshoh bo'lish orzusi. Şunun bilan bu o'ylab qandaq bir amal tepib chiqdi degan vaqtda shu Lüboni ish qisilishni, ya'ni Lüboni o'zininki quroli qilishni o'ylab qoldi. Shuning bilan Lüboga o'zaro qudi bo'lish to'g'riliq bu elchi avatdi. Ham Lüboninki bir qizi bor. Yuanshuninki bir o'g'il bor-da. Shuning bilan elchin avatib, aslında qizing bilan mening o'g'lim to'y qilsa, biz ikkimiz qudi bo'laylik. Buningdan keyin qanday ish bo'lib qolsa, bir-birimizga yordam qilaylik. Men qiyinchilik uchursam sen menga yordam qil, sen qiyinchilik uchursang men sana yordam qilaman. Ikkimiz birlashib, texim cho'ng ishlarni qilaylik deb elchi avatdi. Elchi avatgandan keyin nurg'un mol-mulk, shunda ochliq bir narsa bilan qo'shib avatdi. Avatgandan keyin Lübo buni ko'rib, qanday qilishni bilolmay qoldi. Nimishqa desa, bu endi shu o'zininki qiziqbek amroq. Qizini bagis yo'qda amal bor. Amalning baricha endi o'zining yanida qilib qolsa, yiroqqa ketmasa deydi. Chunki u Yuanshuninki turayotgan zaman yiroqda, Lüboninki bu yoqda. U burungi zamonlarda qizini boshqalarga yotliq qilib berversa, bir umr ko'ranmaydigan ishlarni jiqda, uning ustiga yiroq bo'lgan ekan. Shuning bilan qiyamay turgan vaqtda bu xabarni olgan Chingong bu yerga yetib keldi. Chingong bu yerga kelib, Lüboni qoyil qildi. Nimishqa bunun elchilikka qo'shilmaymiz. Bu qiz degan, o'g'il degan shu ota-onasi uchun xizmat qilish kerak. Ota-onasiga to'yib qo'yish kerak. Cho'qim bu to'ylashga qo'shilishimiz kerak deb buni nasihat qildi. Ham nimishqa bunda bo'ldi degan vaqtda albatta Chingongning gapining bu yer asosi bor. Birinchisi Lüboninki asosiy kuchi ojiz. Ham turayotgan o'rni garchi Shuzhou bo'lsa-mu, bir shaharni egallab turgan bo'lsa-mu, ammo Saosaw, Yuanshu qatorliqlar solishtirgan vaqtda buningki kuchini kuchlikligi olmaydi, nihoyat ojiz buning kuchi. Shunga bu endi o'zininki kuchini zo'raytishi, bular taqobil turish kerakda. Taqobil turish uchun cho'qim bir tarafga biqinish kerak. Mushlarning orasidagi bir asl bilan hamkorlashish kerak. Saosaw bilan hamkorlash qilib bo'lmaydi, chunki Chingong bilan Saosawninki o'rtasida nihoyat eg'ir ziddiyat bor. Yuanshouning yiniga ayni vaqtda Lübo berib baqqan. Bu u yerda tasqagan, o'lib ketgan. Endi bu yerdagi Yuanshu bularning eng yaxshi tanlash bo'lalaydi. Yuanshu bilan hamkorlash orqali demak o'zininki huquqini, manfaatini qo'g'day oladi. Shuning bilan Chingongninki nasihat qilish ostida Lübo bu to'yga qo'shildi. Endi to'yga qo'shilib, bu xiyolida 1-2 oygacha undan keyin to'yning tayyorligini qilib, qizimizni yetkazib beriladigan vaqtda Chingong yana buni nasihat qilib, eng tez suratda bu to'yni bitirdi. Atla qizingizni yo'lga qo'yib qo'ying. Biz bu to'ylashni amalga oshirib olgandan keyin anaki xotirjam o'zimizning ishini qilib, qo'shinimizni kengaytsak bo'ladi deb buni kallasini yuyib, nasihat qilib yurib, buni unutqizdi. Endi bu to'yning tayyorligini qilib, atisi qizini shunda yo'lga sap qo'yman deb nurg'un tayyorliklarni qilib, bu elchilar bilan, uningdan keyin so'q salomlar bilan qizini yo'lga soladi. Endi shu qizini yo'lga sap bo'lgan amallar Lüboning yiniga birisi kirdi. Endi bu kishi kim degan vaqtda bu kishi shu Shuzhoudagi bir mo'yspit, bir yuzabroyi bor boy, bir bo'y hamdi. Buning ismi Chinguyda. Ama Chingui degan kishi Lüboning yiniga kiriblar, Lü Jiangjuan, Lü Sanluan, siz o'zingizdan beshaq afat to'g'tiray debsiz ku. Degandan keyin voy beshim xushallik kelyapsa, men to'ylashman devatsam, qudlashman devatsam, siz bunday gapni qildingiz ku. Degandan keyin bu qudlashni qilishga bo'lmaydi deydi. Nimishqa desa, Yuanshu
agar siz bilan qudlashgandan keyin u endi Lyubiga yoki Savsa hujum qilib sizdan oshliq talab qilsa, qo'shin talab qilsa, siz beramsiz beramsiz degandan keyin berishim mumkin, albatta yordam qilaman desa, agar sizdan qo'shin tortilibla, agar sizga qaytirib hujum qilib yoki oshliqni olibla sizga hujum qilib sizni yutibas qanday qilsangiz desa, "Oshundan bo'ladimi?" deb o'ylanib qoldi-da bu. Andan keyin keyinlik ulapla Yuan Shuninki podshoh bo'lish orzusi bor ekan. Siz uning bilan hamkorlashdim degan bilan u podshoh degan zaminni boshqalar bilan tang baharlanishni xohlamaydi. Hamon bir kuni siz yordam qilgan odam uningga eng oldi bilan yo'qotilishingiz mumkin. Siz shuni o'ylab baqdingizmi? Degandan keyin buni o'ylamabdim-a. Buningki podshoh bo'lish o'yinini anglagan, lekin zolim shunda bo'larmi deb ikkilanib qoldi Lyub. Andan keyin ulapla yendaydi. Agar Yuan Shu podshoh bo'lib qolsa haqiqatan, balkim hamma shu boshqa pasiballarninki, shu Sao Yuan Shu deganlarninki shunda la'nat qilish mumkin. Hammasininki dushmaniga aylanib qolish mumkin. Hatto fuqarolarning dushmaniga aylanib qolish mumkin. U chaqda sizmi Yuan Shuninki nomida Yuan Shuninki puqu tiyilib ketsangiz, siz shuni o'ylab baqdingizmi degandan keyin Lyubo o'yinib turib ketib, ajab o'zimga baladan bir tepdiman, unda o'z qanday qilay degandan keyin darhol bu to'y ishini to'xtating. Buni hargiz qilish bo'lmaydi deb qo'yib chiqib ketdi bu odam. Endi bu odamninki maqsadi amaliyotda Lyuboni taxmi yomon yo'l boshlab qo'yish. Biz baydidik Lyuboninki Yuan Shu bilan qudlashishini ayt, yaxshi ish o'zini kuchlantirish uchun degan. Bu odam kim degan vaqtda bu Chunguy degan odamninki Chinding deydigan bir o'g'li bor. Bu o'g'li dal Lyubininki qo'l ostida ishlayotgan bir san'at. Endi shu Lyubininki qo'shinni shunda talon-taroj qilib Lyubo zamindan haydab o'tganligi uchun bu kishi kelib shunda so'z orqali ahmoq qilayotgan gap. Ammo Lyubo buni ishinib qoldi. Chungungninki taklifini anglamayla, atis deganda tez suratli otni choptirib, shu tez yurar qo'shindan 50 nafar mang'uziblar shunda karvonninki yo'lini to'siblar, qizini qaytirib olib keladi. Yuan Shuga o'zi xat yozib, keyinchalik qudilishli hozircha qizimga qiyammidim deb bu to'y ishini mag'lub qo'ydi. Endi shu to'y ishininki yo'qolib ketishi Lyuboninki keyin hech qanday yordamsiz qilib tugishib ketishininki sabab bo'lib qoldi. Demak bu shunday yaxshi bir fursatni yo'qotib qo'ydi degan gapda Chungungning maslahatini olmaydi. Agar shu filmni ko'rgan do'stlarning ichida nutq o'rganish orzusi va do'stlar bo'lib qolsa, Ayrimxonning uchur qilinglar. Biz izdan nutq risolasi orqali 6 oy nutq so'zlash mahorat jihatda sistemli tarbiyalaymiz.